Va nihoyat 9 yil deganda meni ham bittigina yordamchim bor endi. Koreyada yashash zo'r, sizga maza deyishadi ko'pchilik. To'g'ri, sharoit, imkoniyatlar ko'p, lekin siz yolg'izsiz. Faqatgina o'zingiz uchun o'zingiz harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Ayniqsa farzandli bo'lganingizdan keyin ko'proq his qilarkansiz buni. Ijtimoiy tarmoqlarda odatda yaxshi kunlarimiz bilan bo'lishamiz, lekin hamma qatori bizda ham muammolar, xato kamchiliklar bo'ladi. Lekin ularni faqat o'zimiz bilamiz va o'zimiz harakat qilamiz. Eng yomoni yaqinlarimizni yaxshi kunida ham, yomon kunida ham yonida bitira olmasligimiz. Bitta opa bo'lib, ikkita ukamni to'yida ham ishtirok eta olmadim, afsuski. Yaxshiyam hayotimizga bitta farishtachamiz kirib keldi. Endi biz yanada ko'proq, kuchliroq harakat qilishimiz kerak. Hayotimiz bundan-da yaxshi bo'lishi uchun. Bugun bir tildan ichimdagi gaplar bilan sizlar bilan suhbatlashdim. Xullas, ertalabdan uborkaga tushdim. Hamma joyini tozaladim. Mana shu narsa bolalar kiyimiga rosta zo'r hid chiqaradi. Koreyadagilar uchun tavsiya qilib ketay. Ishlarimni qilib bo'lib, tutichalarimni ham ovqatlantirdim. So'ng qizalog'im bilan kiyinib, parkka chiqishga tayyorgarlik ko'rdik. Koreya hayoti qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.